Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Mana yana biza murojaat bilan chiqdik. Har doimgidek bizning murojaatimiz shu O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevga hamda uning qo'l ostidagi Bosh prokuror, Ichki ishlar vaziri, Oliy sud raisi Baxtiyor Islomov sizlarga. Biza shu har gal chiqqanimizda shu prezidentimiz aytganidek ochiqlik, shaffoflik bo'lsin deyapmiz. Mana bir oydan o'tdi. Hali prokuratura tomonidan ham hali javob xati kelmadi, Oliy sud tomonidan ham hali javob xati kelmadi. Bizlar yana bir bu murojaat qilib chiqishimizga sabab mana kecha bu Oliy sud raisi Baxtiyor Islamovning endi bir aytgan gapi. O'zi mana intervyu berib o'zi gapirgan gapi. Prokurorlarni yomonlab turibdi. Prokurorlar kerak bo'lsa Baxtiyor Islomov sud jarayonida aynan Karimov G'ayrat akamni sudida prokurorlar uxlab o'tirdi. Uxlab. Telefon o'ynab o'tirdi. Telefon umuman u sizni hozirgi aytgan gapingiz u oldinlar ham bo'lgan bu. Siz hozir gapirgan gapingiz. Mana hozir qo'yib beraman mana. Butun xalq ko'radi buni mana. Sud raisi Baxtiyor Islomov sud jarayonlaridagi prokurorlarning faoliyatini tanqid qildi. Prokurorlar oxirgi vaqtida qo'ltig'iga shu EPni beramiz, oddiy so'zlar aytadi. Hech qanday tayyorgarliksiz kelib, o'sha yerdan o'qib, birorta bir faol savol-javob yo'q ayblovlar. Uning aytishicha, ayrim prokurorlar sudga tayyorgarliksiz kelib, faqat hujjat o'qish bilan cheklanmoqda. Natijada sudyalar ayblov nuqtai nazaridan savol-javob qilishga majbur bo'lyapti. Bu esa himoya tomonining e'tirozlariga sabab bo'lib, sudning xolisligiga shubha uyg'otayotganini ta'kidladi. Ayblov nuqtai nazaridan savol-javobga kirib ketishga majbur bo'lyapmiz biz. Nimaga olib kelyapti bu narsa? Bu hammasi odamlarni, ayniqsa himoya tarafni haqli e'tirozlariga olib kelyapti. O'zbekiston Oliy sudi raisi Baxtiyor Islomov Mana Nig'matullo Yo'ldoshev sizni qo'l ostingizdagi prokuror xodimlarini aytib mana o'zi hamma shundan o'zi jabr ko'ryapti. Mana prokurorimiz mana Oliy sud raisi Baxtiyor Islomov hamma prokuror himoyachilarini mana aytib chiqdi. Bu prokuror degani o'zi sud jarayonida qatnashsa eng qizig'i sudyalarimiz so'zi so'ngida prokuror himoyachi siz nima deysiz desa telefonni qo'yib turadi-da, o'ynab bo'lib o'tiradi-da, shu o'z kuchida qoldirishni so'rayman deydi. U nima bo'lyapti u yerda? Nimaga bu yerda? U savol-javob qilmayapti deyapti. Savol-javob tugul u sudda bir qatnashib, bir aqlini bir o'rganib, ishni u qatnashmaydi. Uxlab o'tiradi, uxlab. Zerikib ketsa, telefon o'ynab o'tiradi. U prokuror Nig'matullo Yo'ldoshev mana ko'ryapsiz. Mana xalq azob ko'radi deyapti. Baxtiyor Islomovga mana o'zi aytayapti, xalq o'sha prokurorni o'zidan agar prokuror aqlini tekshirsa, aqlini o'rganib chiqqanida, men bu akam 3 yildan beri men qamalib ushlab o'tirmas bo'lardi. Mana shu prokuraturaning o'zida tergovchining qarori o'sha paytning o'zida bekor bo'lib ketardi. Mana Oliy sud raisi ham aytayapti o'shani. U qatnashganda ham deydi, savol-javob ham qilmaydi deydi. U o'tiradi u uxlab. Bizlar yana shu gapimiz har doimgidek shu prezidentimizga bizga bir amaliy yordam berib, bu akamimiz sudini bir Oliy sudda bo'ladigan sudini bir ochiq sud qilib berib, video kamera bilan bir o'tkazib berishingizni so'raymiz. Hamda men bu Baxtiyor Islomov mana o'zingiz gapirib chiqyapsiz. Mana endi bu gal sud jarayonini o'zingiz o'tkazasiz. Xudo xolasa bir aqlini o'rganib, buni sheriklari qani, kimdan pul olgan bu, akamga kim pul bergan, bularni hammasini chaqirtirib bir ochiqlik, adolatli bir o'tkazib berishingizni so'raymiz. Bu quri aytdi, dedi degan bilan 3 yildan beri nahaqdan ushlab o'tiribdi bu Baxtiyor Islomov. Sizdan iltimos, bizga bir amaliy yordam berib, qonuniy yordam bering deyapmiz bizga. Qonuniy. Akamiz aybi bo'lsa, mayli, aybi bor buni chiqarib bering deyotganimiz yo'q. Qonuniy yordam bering buni. Yonidagi sheriklarini topib,
Yani kim jabrlangan bo'lsa bu pul bergan odam kelsin bu yerga. Bu Karimov G'ayratni tanıydimi bu pul bergan odam? Bularni bir hammasini bir yuzlashtirib, akamni sud zaliga olib kelib, ochiqlik, kamera bilan butun dunyo ko'radigan qilib ochiqlik sudini o'tkazib bering. O'sha yerda aybini ayting, men shunday ayb qilgansan, men shunday bo'lsin deb biz keyin sudga ham murojaat qilmaymiz, prokuraturaga ham murojaat qilmaymiz, prokuraturaning oldiga borib menda prokurorning rasmini ham ko'tarib chiqmaymiz, prezidentimiz ham aytmaymiz. O'sha bilan aqlona ko'rib bersangiz biz sizdan minnatdor bo'lardik. Biz har doimgidek men prezidentimiz hali ham bod uryapti. Ochiqlik deb hali ham. Yo'q, buni dedi men ishlataman sizlarni dedi. Ya hammangni dedi bo'shataman dedi. Ana aytyapti. Baribir orqamni uzun tashlab qo'yibman deyapti. Mana ko'rib turibsiz. O'shaning uchun sizdan iltimos, prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bizga bir amaliy yordam bersangiz.